Havolar isib, kana sezon boshlandi. Siz molingizni kanallardan qanday himoya qilasiz? Tezda izohlarda yozib qoldiring. Va bu videoni molini kanadan himoya qila olmaydigan va qilmagan tanishlaringizga tashab qo'ysalaringizga manfaatli bo'ladi. Videoga like bosinglar, bizlar esa boshladik. Mollarni tashqi tarafdan sipermetrinni eritmasi bilan mana shunaqa terini yupqa joylarida obработка qilasizlar, chatani, o'sha mashonkani tepasi, dum atrofi, dum tagi, qo'ltiqlari va bo'yinlarini в основном va ustiga sipermetrin bir haftada bir marta sepiladi va bir oyda bir marta Panflavin dori vositasi mana shunaqangi 300 kilolik mol gavdasi bo'ladigan bo'lsa 200 kilodan 300 kilogacha 20 ml venaga, muskulga va teri ostiga inyeksiya qilsa bo'ladi. Bir oy davomida ushlab beradi. Bu eritrotsitlarning ustida qobiq hosil qilib beradi va o'sha teyleriya parazitni, protozoyani ustiga bo'yoq hosil qiladi va u ko'paymaydi. Shunda siz molingizni himoya qilgan bo'lasiz. Ha, aytgancha, agar siz molingiz уже kana chaqib kasal qilib qo'ygan bo'lsa, bu dori vositasini bemalol qolgan dorilar bilan kompleksni lecheniyaning ichida ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol 100 kilo tirik vaznga 20 ml tomirdan jo'natsangiz tezda effektini ko'rasiz. Bu videoni Kanadan aziyat chekkan tanishlaringizga tashab qo'ysalaringizga manfaatli bo'ladi. Sizlar bilan Roma Vetus bo'ldi.